Hammaga assalomu alaykum, patpishilarim, yaxshimisizlar, tuzingisizlar? Meni pashti 70% O'zbekiston kuzatyapti. Hamma biladi, yaxshi ish qilaman, shuning uchun menga ishonib ish so'rashadi. Akalar, direktimda ham kamida hozir 500 ta odam ish so'rab yozgan. Asrorbek, yaxshi ish bo'lsa joylab qo'ying, uka. Stajlarim bor. Iloji bo'lsa yo'l kiraga ham pul qilib bering, qiynalib qolganmiz u bu deyapsizlar. Akalar, mana erkechasiga gaplashamiz. Yaqinda bir hafta oldin bitta bola menga telefon qildi, Samarqanddan akam. 2001-2002 yil bola, aka pulim ololmayapman, uydan chiqib ketishim kerak dedi. Bo'ldi uka dedim, seni o'zim yonimga ishga olardim dedim, lekin yotoq joyimiz hozir yo'q. Bo'pti, seni boshqa joyga ishga jo'natib turaman dedim. Shu yerda bir hafta, 2 hafta ishlab, dokumentlarni qilib, Turdovoydagi kelganiga 1 oy bo'lgan ekan, patentini yana 1 oy vaqt qolyapti. Turdovoy dogovorlarini jo'natib boshqa qilib, qo'lingni keltirib tursang, keyin seni uydan sug'urib olaman. U yerda yaxshi tomoni yotoq joyi bor dedim. Gastinisadan joy qilib bergan. Ishlab turasan, keyin bizni firmaga seni tortib olaman dedim. Uka, bo'ldi dedi. Alloh taniganman, namoz o'qiyman, 4 ta bolam bor dedi. Ha, bo'pti dedim. Men ishondim endi u bolaga. Xo'p dedim, uni jo'natib yubordim ishga. Ishga jo'natib yuborsam, uni u yoqda ishga borgan joyda endi bilmayman, bu bolani ham aybi bormi yo'q, miyasini zaharlashgan, bu yerda pul yo'q, bekar kelibsan, u bu deganda u bola fikri o'zgarib qolgan. U bola o'zi ko'chada qolayotgan bola bo'lgan. Unga yotoq joy kerak, unga ish kerak, unga Turdovoy dogovor qiladigan joy kerak. Lekin u narsalarni esidan chiqarib qo'yganda, uni kallasini shunaqa zaharlashgan, u bola o'ylagan, "Bila men kidala joyga jo'natibdi" deb turib, ana dokument narsalar esidan chiqib ketgan. Keyin u bolaga aytgan, bor degan, liboy bitta Kamazi salarkani sotib yor degan, u bola borib bitta Kamazi salarkasini sotib yorgan. Undan keyin bitta Buxorolik bolani pastava qilib 10 ming rubl patentimga to'lashim kerak deb 10 ming rubl avansda olgan, salarkani ham sotgan. Ketayotgan paytda ashu men jo'natgan odamga telefon qilib, meni Asror boshqa joyga ishga jo'natib yubordi, Penza degan joyga ishga jo'natib yubordi deb, meni ham nomimni bulg'ab ketgan. Ko'ryapsizlarmi? Ham meni, ham Buxorolik akani, ham salarkani sotgan, ham avans olgan, kamiga meni ham ko'tiga tiqib qo'yib qochib ketgan akalar. Endi o'ylaylar, mana menga hozir 500 ta odam ish so'rab yozyapti. Bularning ichida haqiqiy ishga muhtoji bor, staji bor, bitta yo'l kirasiga puli yo'q. Endi akalar, bularning yo'l kirasiga ham pul jo'nata olmayman. Kelib turib, aka 1000 so'm bering, qonni moshi desa ham bera olmayman, chunki merimda firib degan narsa turdi. Bilan bu ham kiddatib ketadi degan narsa bo'ladi. O'sha bizga hech kim ishonmay qo'ydi akalar. Armanam, boshqasi ham, даже o'zimizkilar o'zimizni pastda vaqt ketyapti. Misol uchun, bo'pti salarkani olibsan, 10 ming rubl avans olibsan. Nimaga iminna kelgan meni ismimni qo'shib ketding yaxshi joyga? Meni Asror boshqa joyga ishga jo'natdi deb. Erkak bo'linglar bolalar, erkak bo'linglar.